Atacento kraska qimmat deb uyuna aboy qog'oz tartaman deb durgan obunachilar qistamanglar. Bugun men sizlarga Atacento kraskalarning zavutini olib keldim. Bu yerda diller do'konlardan ham kraskalarimiz, hatto aboy qog'ozlardan ham 2 barobar arzon narxda turibdi. Kichkina aboydan 2 barobar arzon bo'lishi mumkin deb hayron bo'lmanglar. Chunki Atacento kraskalarimizning narxi haqiqatdan nerealniy bahoda. Kilosi 130 ming so'mdan. Bir chelak oladigan bo'lsangiz obunachilar 650 ming so'm bo'ladi. Bu degani sizlar obunachilar bir o'yingiz polniy Atacento kraskaga yetadi degani. Yana bir chelak olganlar uchun ham dostavka mutlaqo besplatniy istagan rayoningizga. Bizlar bugun Elnur Dekorni katta asosiy zavutindamiz. Eng oxirgi modeldagi kraskalardan tutib sizlar uchun eng oxirgi modeldagi 100% qo'l ishi bo'lgan har qanday turdagi yangiliklarni bu yerdan topib kelsangiz bo'ladi. Hatto patologlarimizga e'tibor eting. Hammasi qo'l ishi ishlangan Atacento kraskalarimizdan namunalar hisoblanadi. Bu yerda ko'rsangiz barelefdan tutib Venesiangacha eng oxirgi trenddagi yangiliklar, naqshlar ko'rsatilgan. Agar oralaringizda xuddi o'zinday chiqarib beradigan usta kerak desangiz, o'zlari sizlarga ustalarni tavsiyam beradilar. Prosta menga yo'l yo'nalish ko'rsatib bersalar bo'ldi deganlar uchun kelasizlar. Kraskalarni bu yerdan optim narxda xarid qiladigan bo'lsangiz, sizlar uchun besplatniy master klasslar asosida ko'zingiz oldida ishlab ko'rsatib beriladi. Bu hali hammasi emas. Agar kraskalarni bir joyda oladigan bo'lsangiz, shu yerda ko'rib turgan qoliplarimizni istaganingiz ichida besplatniy sizlarga qo'shib ham beriladi. Yana ustalarimiz uchun zo'r chegirma qo'yibmiz. Kraska oladigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun, uyingiz uchun ishlatiladigan shpaterlaringiz, cho'tkalaringizgacha ichida bepul qo'shib beriladi. Ko'rib turganingizdek, obunachilar Atacento kraskalarni hali Xorazmda yo'q bo'lgan svetlar ham chiqarilib turibdi. Dedingizda mos etib turib, eng oxirgi texnologiyalardagi apparatlarimiz chiqarib beradi. Ko'cha fasadlarimizda immundan hozir mavsumi boshlandi, travertin urush. Aynan bera kelsangiz obunachilar travertin narxlari vobshe zo'r baholarda turibdi. Men boshqa yerda ko'rmagan narsani ham ko'rib turibman. Bu yerda qarang, 1 kilolik deysizmi, kichkinalaridan tutib kattalargacha. Agar sizga kraska yetmay qolgan bo'lsa, yana qaytadan kattasini olib o'tirmaysizlar, minilarni olib bersangiz ham bo'ladi. Agarda uyingizni remont qilacaksınız, lekin sizda hech qanday ideya yo'qmi, eski uyingizni rasmlarini olib kelaveringlar. O'zlarimizning dizayner yigitlar sizlarga kataloglarni ko'rsatadi va o'zlarining dizaynerlari bo'yicha tavsiyalarni beradi. Elnur Dekor zavutimizning asosiy showroom filiali Xankada joylashgan, Xanka shahar markazida. Agarda Yandexdan Elnur Dekor deb yozadigan bo'lsangiz, o'zi Yandexni o'zi oldinda kelib tashak etadi sizlarni. To'liq ma'lumot uchun telefon raqamini, dostavka uchun profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni uyina remont boshlagan yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Atacento kraska qimmat deb uyuna aboy qog'oz tartaman deb durgan obunachilar qistamanglar. Bugun men sizlarga Atacento kraskalarning zavutini olib keldim. Bu yerda diller do'konlardan ham kraskalarimiz, hatto aboy qog'ozlardan ham 2 barobar arzon narxda turibdi. Kichkina aboydan 2 barobar arzon bo'lishi mumkin deb hayron bo'lmanglar. Chunki Atacento kraskalarimizning narxi haqiqatdan nerealniy bahoda. Kilosi 130 ming so'mdan. Bir chelak oladigan bo'lsangiz obunachilar 650 ming so'm bo'ladi. Bu degani sizlar obunachilar bir o'yingiz polniy Atacento kraskaga yetadi degani. Yana bir chelak olganlar uchun ham dostavka mutlaqo besplatniy istagan rayoningizga. Bizlar bugun Elnur Dekorni katta asosiy zavutindamiz. Eng oxirgi modeldagi kraskalardan tutib sizlar uchun eng oxirgi modeldagi 100% qo'l ishi bo'lgan har qanday turdagi yangiliklarni bu yerdan topib kelsangiz bo'ladi. Hatto patologlarimizga e'tibor eting. Hammasi qo'l ishi ishlangan Atacento kraskalarimizdan namunalar hisoblanadi. Bu yerda ko'rsangiz barelefdan tutib Venesiangacha eng oxirgi trenddagi yangiliklar, naqshlar ko'rsatilgan. Agar oralaringizda xuddi o'zinday chiqarib beradigan usta kerak desangiz, o'zlari sizlarga ustalarni tavsiyam beradilar. Prosta menga yo'l yo'nalish ko'rsatib bersalar bo'ldi deganlar uchun kelasizlar. Kraskalarni bu yerdan optim narxda xarid qiladigan bo'lsangiz, sizlar uchun besplatniy master klasslar asosida ko'zingiz oldida ishlab ko'rsatib beriladi. Bu hali hammasi emas. Agar kraskalarni bir joyda oladigan bo'lsangiz, shu yerda ko'rib turgan qoliplarimizni istaganingiz ichida besplatniy sizlarga qo'shib ham beriladi. Yana ustalarimiz uchun zo'r chegirma qo'yibmiz. Kraska oladigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun, uyingiz uchun ishlatiladigan shpaterlaringiz, cho'tkalaringizgacha ichida bepul qo'shib beriladi. Ko'rib turganingizdek, obunachilar Atacento kraskalarni hali Xorazmda yo'q bo'lgan svetlar ham
chiqarilib turibdi. Didingizga mos etib turib, eng oxirgi texnologiyalardagi apparatlarimiz chiqarib beradi. Ko'cha fasadlarimizda imенно hozir mavsumi boshlandi, travertin urish. Aynan bera kelsangiz, obunachilar travertin narxlari vobshe zo'r baholarda turibdi. Men boshqa yerda ko'rmagan narsani ham ko'rib turibman. Bu yerda qarang, 1 kilolik deysizmi, kichkinalaridan tutib kattalarigacha. Agar sizga kraska yetmay qolgan bo'lsa, yana qaytadan kattasini olib o'tirmaysizlar, minilarni olib bersangiz ham bo'ladi. Agarda uyingizni remont qilacaksınız, lekin sizda hech qanday ideya yo'qmi, eski uyingizni rasmlarini olib kelaveringlar. O'zlarimizni dizayner yigitlar sizlarga kataloglarni ko'rsatadi va o'zlarining dizaynerlari bo'yicha tavsiyalarini beradi. Elnur Dekor zavtimizning asosiy showroom filiali Xankada joylashgan, Xanka shahar markazida. Agarda Yandexdan Elnur Dekor deb yozadigan bo'lsangiz, o'zi Yandexni o'zi oldinda kelib tashak etadi sizlarni. To'liq ma'lumot uchun telefon raqamini, dostavka uchun profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni uyina remont boshlagan yaqinlarga yuborib qo'yamiz.